loyqa suvlarimiz tayyor o'rtoqlar. Hozir mana mashinadan ham so'radi. Undan tashqari to'g'ri mana bochkaga ulab qo'yganmiz. Ko'ryapsizlar, bochkadan ham suv kelyapti. Birgalikda mana shu cheledek loyqa suvni ham so'radi. Amitga atidan filtr qo'yganmiz. Nima uchun o'rtoqlar? Chunki bu filtr bilan mana shu loyqa suvni mana filtrlarimizdan o'tgandan keyin mana shu filtrimiz top-toza holatda turadimi, yo'qmi? Mana shu narsa bizga kerak bo'ladi. Qani ketdi eksperimentimizni demak boshlaymiz. Qani bismillah, startni bosishimiz bilan nima narsa ro'y beradi? Ketdi, tizimimiz ishga tushyapti. Mana Mamatdan so'rashni boshladi. Ko'rib turganinglardek hozir rang ro'y o'zgarishini ko'ryapsizlarmi buni? Ha, o'zgaryapti. Loyqa suvni so'rayapti. Mana bu yoqdan ketdi, nasosimiz ishga tushgan va o'sha mana Mamatda top-toza suvni ko'ryapsizlar. Bu yoqda bochkamizni to'ldiryapmiz. Xo'p o'rtoqlar, bu narsa nima uchun qo'yilgan qaranglar. Mana bu narsa bu bochkamizni ichida suv to'ldimi, bo'ldi, avtomatik holatda o'chiradi. Ya'ni mana shunaqa datchiklari qo'yilgan, ko'ryapsizlarmi? Ya'ni bochkada har doim toza suv bilan ta'minlab turadigan apparat ham qo'yilgan. Undan tashqari mana bu narsa nima deydigan bo'lsanglar, bu narsa filtrni deylik ishlash vaqtida musorga to'lgan bo'lsa, o'zini o'zi avtomatik holatda yuviladigan holatda yig'ilgan. Hop. Tizimimiz ishlayapti. Bu yerda kirish chiqish davleniya bosimini farqi bo'ladi. Mana filtrimiz уже loy ahvolga keldi, ko'rib turganinglardek o'rtoqlar. Ana endi bu yoqdan chiqishini qaranglar. Kelinglar endi men sizlarga hozir bu filtr o'zini o'zi qanaqa yuvadi, shu haqida ham ma'lumot beraman. Qaranglar. Mana Mamatga kanalizatsiyaga chiqarilgan bitta trubamiz bor. Shunday holatda hozir bunga signal berib yuboramiz. O'zini o'zi yugindi. Ketma-ketlikda yuvadi. Birinchi bu qatori, keyin bu qator. Hozir mana kanalizatsiyaga chiqazyapti. Ko'ryapsizlar boyiga loyqa suvni. Ha, o'sha loyqa suv qaytib o'zidan tushib ketyapti. Ya'ni mana filtr tagidan suv o'tib tushib ketyapti. Hozir endi birinchi qator yuvib bo'ldi. 4 sekund dam olib ikkinchi qatorda filtr yuvadi. Bu yoq tarafdagisi ham rang ro'yi sarg'ishroq holatda tushyapti. Ko'ryapsizlar mana. Loyqa suv tushyapti. Filtr o'zini o'zi bemalol chayadi va yana ishlashga tayyor holatga kelib oladi. Bo'ldi mana. O'chdi. Ana endi bochkaga yana toza suv berishni boshlayapti. Mana ichidagi filtr nima deyapti? Mana buni qaranglar. Nima deyapti bu? Oppoq paxtadek bo'lib turishini ko'ryapsizlarmi? Xullas o'rtoqlar, jivoy holatda kelib ko'rsanglar bo'ladi. Xullas bu filtrni yasashimdan asosiy maqsad nima? Ko'p joylarda yer ostidan suv olinadi, o'shanda loyqa chiqib qolyapti. Ko'pchilikni endi bu qimmat smestitilni o'rnatishgan, undan tashqari o'zingiz ham loyqa suvda cho'milsangiz, o'zingizga неприятный bo'ladi bu narsa. O'sha bochkalarni toza suv bilan ta'minlab turish uchun qamash filtrni qo'ydik. Bu filtr zo'r ish beryapti. Faqat bitta muammosi bor edi, bu o'zini o'zi to'lgan vaqtida chay olmasdi. Ana shu narsani avtomatlashtirib, xullas yig'dim o'rtoqlar. Video yoqqan bo'lsa, bitta like bosib yuboramiz o'rtoqlar. Joningiz sog' bo'lsin. Podдержка uchun sizlarga rahmat.